28 million so'mga qayerlar telefon qilib berildi. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Xo'p, mana shu xonadonimizning kecha shatkasini hamda darvozaxonalarini mana shunaqa go'zal holatda telefonlarni qilib berdik. Azizlar, agar telefonlarimiz sizlarga ma'qul kelsa, bemalol quyida raqamlarni qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xo'p, do'stlar, bir narsani ahamiyatga olib qo'yasizlar. Tunuka fonda ishlatilgan materialni kvadratiga pul to'laysizlar, joyli kvadratiga emas. Bu qanday bo'ladi desa, 100 kvadrat taxminan joiz bo'lsa, 200 kvadratga mo'ljallab usta chaqiradigan bo'lsangiz, kelish osonroq bo'ladi. Shuni inobatga olib qo'yasizlar. Eslatib o'tamiz, qadrdonlar, bu xonadonimizga faqat oppoq rangli tunuka fondan qilib berganmiz. Chapkalariga ham, hatto tarnolari ham oppoq holatda bo'lgan. Agar xizmatlarimiz ma'qul kelsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Agar musofirda bo'lsalar ham quyida raqamlarda Telegram, WhatsApplarni ishlab turibdi. Xudo xolasa aloqaga chiqsanglar, kelishib olsak, navbatdagi telefon qiladi.